Ilohim hech kimni mana shunaqa dorilarga ish tushmasin. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli bizni kuzatib turgan, doim qo'llab-quvvatlab kelgan barcha yaqin insonlarimiz, bizni jamoamizda ham bo'ladi albatta. Mana bugun Qashqadaryo viloyati Koson tumani Hayronchi mahallasida Bo'tak Hamdam akamiz xonadoniga tashrif buyurdik. Hamdam akamizni umumiy ahvol ko'rishlari hozir buyrak, ikkala buyragi siydik yo'li chiqarishga tuz yig'ib qo'ygan sababli mana shlank ulangan, bilasizlar buni qanaqa holatda shunaqa tashxis qo'yilishini. Qolaversa, bundan tashqari xonadon sohibasi Mohir opamiz hozir mana shu o'zi davlinasi bor, sahri bor. Sahri bo'lib turib, davlinasi ko'tarilgan sababli ikkala ko'zi ham ko'rmay qolish holatiga kelgan. Umuman ko'rmaydi. Ko'rish qobiliyati yo'q. Ko'rish qobiliyati yo'qotgan. Ko'rmaydi. Bu o'g'illari Lochinbek, Quvonchbek, bilasiz, ko'rganlar bilganlar taniydi. O'zi tug'ma nogiron, Qarshida shu logoped markazida ta'lim tahsil olgan, gapira olish qobiliyati yo'q. Eshitish qobiliyati yo'q. Hurmatli azizlar, ko'rib turibsizlar, hozir bu oilada juda ham bir achinarli holat degan bo'ladi. Aynan bu oilaga hozir davlat tomonidan berilayotgan summalar mana bu hamdagamiz o'zlari shu necha pul bunaqa? nogironligi. Nogiron nafaqaga necha pul? 900 Shuncha pul. Xonadon sohibasi Mohiranga ham yaqindan o'zi mana shu nogironlik ikkala ko'zi ojizligi sababli nafaqa puliga chiqqan. Umumiy aytganda oilaga tushadigan daromad shu. Faqat bitta o'g'illari borki, chastni ishlaydilar. Endi o'zingizlar bilasizlar, dard bilan issiq jonda isitmasi bor degandek, mana shu ukoldoriga kunlik, soatlik, haftalik o'zi u pullar faqat dori-darmondan boshqasi yetmay qoladi. Hozir sizlarga iltimos qilib qolamiz, mana bugun 5-iyun bo'ladigan bo'lsa, ertaga 6-iyun bilasizlar, Qurbon hayit bayrami yurtimizda keng nishonlanadi. Barcha musulmonlarning bayrami albatta jahon miqyosidagi. Sizlardan iltimos qilib qolamizki, mana katta raqamlarni qo'yib ketamiz. Quvonchbek Ivanov o'g'illarni katta raqamlarni qo'yib ketamiz. Hozir qilgan ihsoninglar Alloh dargohida qabul bo'lsin. Bilasizlar, ihsondan mukofot ihsondir. Sizlardan iltimos qilib qolamizki, kimni ko'nglida qanaqangi ihsoni bo'lsa, 1000 so'mmi, 5000 so'mmi, 10000 so'mmi, mana shu insonlarimizni ozgina ko'mak berib, bilasizlar, yo'qchilik har qanday sog'lom odamni ham kasallik darajasini oshirib borishga, sun'iy oshirib borishga sabab bo'ladi. Iltimos qilamizki, ozgina bo'lsa ham quvonchdan mana shu yarim xursandchilik, yarim kasallikdan qutqaradi. O'zingizlar bilasizlar. Shunday ekan, yordamingizlarni ayamaysiz degan umiddaman. O'zim holani bilasizlar, ana bu gapda. Toshqa kuyishib, tosh erib, kuyib, yo'ng achishib, olam tillarim bitdi, boshlarim og'rib, qo'llar uyushib o'lyapti. Badanda qaltirash bor. Badanda qaltirash bor. Temperatura ko'tarib ketishi bor. Bu shlankni siydik yo'ldan olinadigan shlankni qachon olamiz degan doktorlar? Doktorlar endi bezovta qilsa, aniq kelaverasiz degan. Endi qachon qilsa, bu shlanka tushmay qolsa, Pervozga qayta almashtiriladi. Bir oy oldin qo'yib o'tdi buni. O'sha bir oy bo'lgan qo'ygan. Bir oy oldin bu bo'ldi, keyin bir almashtirib ketdik davlat. Mana qon, ona tuzlar shlakka ana qo'ygan. Tututalanib, qon yurib ana siydik tushmay yurmay qolgan, qotib qolgan. Shuni temizlab chiqish. Yuragi ham bizda oldin yuragi ham. Yurak kaltamaydi. Oldin yurakka davolan bo'lgan, yurak paydo bo'ldi. Yurak qisish, urish. Yurakka davolan bo'lgan. Yana yurak bizda, yana shunga qo'shimcha yuragimiz taqayapti. Tushunarli. Hech iloj bo'lmayapti. Davolanishga
qayta. Mablag' yetmaydi, shunday holat. Ular yetmaydi. Doktorlar qaytaradi, uzun tarixni qaytaramizda keyin birdan Qarshiga olib ketdi xususiyga. O'tgandan keyin mana shu yerda qo'rqish holati, kechasi holatdan qo'rqib, stres holatda davlam ko'tarib ketib, ikki ko'zim yumilib qoldi. Hozir umuman ko'rmaysiz. Umuman ko'rmayman. O'sha ortiqcha siqilishdan bo'lgan. Keyin siyrak kengaygandir qo'rqishdan. Shunday edi. Sahirgina o'qigan yo'qda, shu davlanam ko'zdan buyrakdan bergan davlanam birdan yopganda ikki ko'zimda. Oldin unaqa davlinangiz bo'lmaganmi? Yo'q, davlanam bor edi-yu, ukol oltiraydim, maynaja qolaychi birdan tushib. Tushunarli. Keyin rechka xo'jayin mazasi bo'lmayapti. Doktorlar 50 ga 50 bir minutdan g'animat degandan keyin chirqirab o'g'lim pul topib, qarz bo'lsa ham shuni birinchi operatsiyasini qildik-da. Tushunarli. Ikkinchi operatsiyaga mablag' yo'qlik qilyapti. Saxovat pesha insonlari, homiylar yordam qilishlarini so'rayman. Saxovat pesha insonlar bizni ko'rib kuzatib turibsizlar. Ko'p oramizda shunaqa ehson talab saxovat pesha insonlarimiz ko'p. Befarq bo'lmasdan maksimal videolarimizni tarqatib, mana shunaqa insonlarimizga yordam qo'lini cho'zmoqchi bo'lgan insonlarimizga videolarimizni yetib borishda amaliy ko'mak, har tarafdan ko'mak berib turasizlar. Hech kimni mana shunaqa dard bilan oilasini, oila a'zolarini aslo sinamasin. Alloh mana bir kishi turmush o'rtoqlari shifokorlarni aytgan gaplari bilan mana ko'rib tursa, turmush o'rtoq ayoli o'zi boshqa kasallikni orttirib olyapti. Azizlar, hozir mana Quvonchbek ukamiz o'zini karta raqamlarini tashlab ketaman men. Telefon raqamlari ham Quvonchbek ukamiz o'zini telefonlari bilan u kishi o'zi gapira olmasligi sababli yoki onalar yoki ushbu insonimizning opalari javob qaytarib, mana shu bemorlar umumiy ahvoli haqida so'ramoqchi bo'lgan, batafsil ma'lumot bilib o'rganmoqchi bo'lgan insonlarga ma'lumot aytib o'tadilar. Yana qaytarib o'tamiz, bir oilada uchala inson ham o'zi yordamga muhtoj holatdalar. Azizlar, bu aytishga oson, lekin tasavvur qilib ko'rish bu juda ham og'ir narsa. Shuning uchun bee'tibor bo'lmaysizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, bayramlarni, Qurbon hayiti ayyomlarini yaxshi o'tkazinglar. Doimo xonadoningizda yaxshi kunlar, farzandlar, ota-ona, yaqin insonlar, jigarlar hech qachon asl kasal bo'lmasin. Kartani ko'rsatib ona qilaveradi, qanchalik lekin o'sha so'raganga to'g'ri javob berolmaydi. Bitta shuni kelinga ulangan ekanda. Shunda bu xonadonga o'zi mahalla faollari, mahalla raislari bilan, ustoz bilan birga tashrif buyurdik. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ko'rmaganda bo'lib ketadi, xalqimiz keng. Soat 5 solarimiz ko'p albatta azizlar. Bekkiniki bordi, bekkin o'shigini, bekkiniki. Nasr unga aytib keldi.